tanlash imkoniyati berilsa bir gelik turibdi. 2024-yilgi gelik. Svetda ham qora svetda. Polniy tonirovkada turibdi. Yanida bir qora qashqa Yevropa 185 ot turibdi. Ikkovidan qaysi birini tanlaysan deganda men qora qashqa Yevropani tanlagan bo'lar edim ikkilanmasdan. Ashunda baribir savol beradi. Ha, uni o'rniga gelik tanlab sotib uni puliga 5 ta yevro olsangiz bo'ladi-yu desa, baribir biz muhabbatimiz otga tanlagan bo'lar edik. Chunki ot dunyolarga tanitadi seni. Ha, gelik seni shaharingdagilar boshqa hech kim tanimaydi. Tanisa shahringdagilar taniydi, boshqa hech kim. Ha, otda bo'lsa butun dunyo taniydi.